tarbiyalash lageri sabablik tragediya yuz berdi. 28 mart China Ait to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Altay viloyatidan 20 qozoq atalmış tarbiyalash lagerlaridagi inson tasavvuriga sig'maydigan xo'rliqlar sababidan aqlidan adashgan. Xabarda Sharq Turkistonning Altay viloyatidan bir qancha doktor va ommaviy mulozimat xizmatchilari atalmış tarbiyalash lagerlariga qamalib, uzoq o'tmay ularning ichidagi 20 kishining aqlidan adashib sarang bo'lib qolganligini, ularni Xitoy doiralari maxfiy holda ruhiy kasalliklar doktorxonasiga olib qo'yganligini, aqlidan adashib qolgan mahbusning tuqqanlari Xitoy doiralari avatgan mahbusning davolanish haqqiga 18 ming yuan topshirish haqidagi uqtirishni topshirib olganligini oshkorlagan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir qozoq yozuvchi muxbirning ziyoratini qabul qilib, Xitoy paketni yushirish uchun aqlidan adashib qolgan mahbuslarni ishlab chiqarish diviziyasiga tava Beydun Saranglar doktorxonasiga olib qo'yganligini oshkorladi. Xabarda ismini oshkorlashni xohlamagan yana bir qozoq Xitoy yaqindan buyon Sharq Turkiston xalqi bilan Xitoylarni tuqqan bo'lishga majburlab, bir qator tragediyalar yuz berganligini, Altay viloyati Chinxi noyasida 40 yoshli Xitoy 16 yoshli qozoq qiziga xaridor bo'lgan bo'lib, qizning oilasidagilarning rad qilishiga uchragan Xitoy qizning ota-onasini tarbiyalash lageriga qamash haqida taklif solganligini, bu xo'rliqdan g'azab tashqan qizning tog'asi Xitoyni urib o'ldirib qo'yganligi, navbatda qizning oilasidagilarning hammasining qo'lga ilinganligini oshkorladi. Muhojiratda yashayotgan qozoq faoliyatchilarining oshkorlashicha, qizning ota-onasi amalsiz qizini 40 yoshli Xitoyga berishga qo'shilgan. Biroq qizning tog'asi tog'idan tushib, Xitoyning bo'yniga arqon selib, otqi so'ritib o'ldirgan. Navbatda qizning oila a'zolarining hammasi Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilgan. Muxbir ahvol egilash uchun Altay viloyatlik JX idorasiga telefon qilgan bo'lsa-mu, biroq soqchi doiralari telefonni olmagan. Türkiye iqtisodi Xitoyni orqada qoldirdi. 29 mart Türkiye Ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Türkiye statistika organi 2017 yillik ishlab chiqarish usuli bilan hisoblangan milliy ishlab chiqarish umumiy qimmatiga doir sonliq ma'lumotlarni e'lon qilib, Türkiye iqtisodining o'tgan yilning oxirgi choragida 7,3%, yillik o'ttircha 7,4% oshganligini, Türkiye iqtisodiy eshishda Xitoyni orqada qoldirib, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo davlatlar orasida 2-chi o'rinda turganligi, bu jihatda Irlandiya 1-chi o'rinda turganligi, ishlab chiqarish usuliga asosan navbatdagi baho bo'yicha hisoblaganda milliy ishlab chiqarish umumiy qimmati 2017 yili oldingi yilga solishtirganda 19% eshib 3 trillion 104 milliard 907 million liraga yetganligi, Turkiyaning kishi beshiga to'g'ri keladigan o'ttirchi kirimi 2017 yili 38.660 lira, ya'ni 10.597 dollarga yetgan. Bu son 2016 yili 32.676 lira, 10.807 dollar deb ko'rsatilganligi bildirilgan. Turkmeniston bilan Iran o'ttirisida mahbuslar almashtirildi. Türkiye Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Iranning rasmiy xabar agentligi IRNAning xabarida Turkmenistonda nazoratga elingan yoki qamoq jazosi berilgan 283 Iran fuqarosining Lutufobod chegara eg'izida sud mas'ullarining mavjudligida almashtirilganligi bildirildi. Buning badaliga Iranning Turkmanistonlik 4 mahbusni qaytarib berganligi qayd qilindi. Bu mahbus almashtirish harakatining 2 kun ilgari Iran prezidenti Hasan Ruhoniyning Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov bilan elib borgan uchrashuvlar doirasida ma'qullangan qarorlarga binoan ishga oshganligi uqtirildi. Yahudilar Masjidi Aqsoni bekorlab berishni talab qildi. 29 mart Türkiye Ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Quddus Islom oliy hay'ati boshlig'i va Masjidi Aqsoning xotibi Shayx Ikrama Sabri oshqun yahudilarning xemirsiz bayram murosimi o'tkazishi uchun Masjidi Aqsoni bekorlab berishni talab qilishganligini, shunlashqa bu hafta Masjidi Aqsoda keng ko'lamlik juma namozi o'qilishi kerakligi haqida chaqiriq e'lon qildi. Shayx Ikrama Sabri e'lon qilgan yozim bayonotida oshqun yahudilarning tunugun Masjidi Aqsoning darvozalaridan biriga juma kuni Aqsodagi musulmonlar qo'g'lab chiqarilishi va yahudilarning murosimlari o'tkazilishi kerak degan chaqiriq xarakterlik varoqchilarning chaplanganligini bildirdi. Buningga qarshi jiddiy harakatga o'tgan Masjidi Aqsoning xotibi Shayx Ikrama Sabri Quddusga yetib kelish imkoniyati bo'lgan barliq falastinliklarga qarata Isroiliya soqchilari Yahudi bayramini bahona qilib yo'lga qo'ygan cheklimlarga pisand qilmasdan
hammaylarni Masjidi Aqsoga kelib juma namozini mushu yerda o'qishga alohida chaqiriq qilamiz dedi. Shayx Ikrama Sabri yana musulmonlarning juma kunlarini emas, haftaning boshqa barliq kunlarini Masjidi Aqsoni qo'g'dash va yoshnatish uchun muhim fursat deb bilishi lozimligini ta'kidladi. Germaniya hukumati Ilhom To'xti va Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatiga inkos qaytirdi. 28 mart Erkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy tarafidan umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti apandi 1,5 yildan beri advokati va oilasi bilan ko'risholmay kelgan. Germaniyadagi Ilhom To'xtini qo'llash guruhi darhol bir qancha davlat hukumatlariga maktub yo'llab, ahvolni ma'lum qilgan va bu davlat hukumatlaridan Ilhom To'xtini surishti qilishni talab qilgan. Germaniyadagi Ilhom To'xtini qo'llash guruhi boshlig'i Anvarjon apandining bizga aytishicha, ular bu xatini Amerika, Yevropa ittifoqi va Germaniya hukumati qatorliqlarga avatgan. 22 mart kuni Germaniya bosh ministerlik ishxonasi bu chaqiriq maktubiga javob qaytirib, Germaniya hukumatining Uyg'urlarning ig'irlashib menayotgan kishilik huquq vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini bildirgan. Germaniya bosh ministerlik ishxonasining Osiyo, O'rta va Yaqin Sharq ham Latin Amerika davlatlariga mas'ul bo'limi boshlig'i Jan Petterning imzosi bilan avatilgan maktubda yana mundaq deyilgan: Biz ilgarikiga o'xshashla professor Ilhom To'xtining masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan uchrashuvlarimizda va xalqarodagi boshqa uchrashuvlarimizda tilga elishni davomlashtiramiz. 14 mart kuni Janvadagi kishilik huquq kengashi yig'ini jarayonida hukumatimiz tomonidan tayyorlangan rasmiy dokladda Xitoy doiralaridan Ilhom To'xtini darhol qo'yib berishni va Uyg'ur xalqining kishilik huquqiga hurmat qilishni talab qildik. Tashkilotlar hamkorligi unumli bo'lmoqda. 28 mart Sharq Turkiston yangi nasl harakatidan tashkillangan hay'at inson va madaniyat harakatining yuqori darajalik maslahatchilar raisi Mahmad Gunay bilan Samarqandda ko'rishdi. Ko'rishda Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi Dr. Abdusalom Taklimakan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tunishtirib o'tdi. Mahmad Gunay apandi bilan Dr. Abdusalom Taklimakani Turkiyadagi Uyg'urlarning ahvoli va kelgusi xizmatlar ustida to'xtaldi. Hamda kelgusida Sharq Turkiston davosi xizmatida o'zaro yordamlashadiganligini bildirishdi.